So'x tumanida Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik G'anijon Alaviddinov ishtirokida ommaviy sayyor qabul tashkil etildi. Qabul tuman madaniyat markazida o'tkazildi. Unda tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev, tuman prokurori Sadirali Mirzo Karimov, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Qosimjon Rahimberdiyev hamda tegishli tashkilot rahbarlari ishtirok etdi. Sayyor qabul davomida fuqarolar, ayniqsa yoshlar tomonidan ishga joylashish va bandlik masalalari bo'yicha murojaatlar bildirildi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar xavfsizligi, yong'in profilaktikasi, qurilish obyektlarining normativ talablarga muvofiqligi, isitish tizimlari va maishiy gazdan foydalanish masalalari yuzasidan savollar ko'rib chiqildi. Har bir murojaat yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Joyida hal etish mumkin bo'lgan masalalar zudlik bilan bartaraf etildi, qolganlari nazoratga olindi. Mana bugun tumanimizda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Sayyor qabul jarayonida tumanimiz yoshlari o'z muammolari bilan murojaat qilishdi va quvonarlisi murojaatlarning aksariyati o'z joyida hal etildi, ijobiy hal etildi. Favqulodda vaziyatlar tizimida ishlash katta mas'uliyatni talab etadi. Shunday mas'uliyatni o'z zimmamga olganimdan faxrlanaman. Qayd etilganidek, bunday sayyor qabullar aholi bilan ochiq muloqotni ta'minlash va muammolarni joyida hal etishga xizmat qilmoqda.